Rahmat o'ylantiraniz uchun. Endi men sekin kiraversam, kelinizam. Davay, bos. Faqat jiyan sekin patirdan yopishmang yana kelina. Endi hamsiyajon ana mashinadagi spanli mebellar o'g'lingizga qo'shand. To'yda. Ibi siz menga mebel olib keldingiz. Ibi hamsiyachilik. Ibi. Uni qaytarishchi. Hamsiya qaytarish kerak emas. Qo'shand bu to'yda muborak bo'lsin. Minnat etmaysiz. Ibi, minnat nima? Hamsiyaga minnat etmaydi. To'yda muborak. Rahmat unda. Minnat etmasangiz bo'ldi. Yo'q. Ismat kelini, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bu mebel qanday ekan mebel? Kaybetib yotibsizlarmi? Yaxshi mebel, rahmat. Men qo'shan qilganman shu mebelni. Rahmat. Zokir aka, ana tushirgan telpagi odam kim? Nima bo'ldi? To'ylaringizga qo'shan qilganman, mebelda yaxshi yotibsizlarmi deb savol berib o'tibdi. Borma qani shu odam yoniga, ko'rsang ham 1 kilometr bu yoqdan o't. Endi to'y payti sharoit bo'lmagan, mebelni shu olib bergan. Dadam o'zini oti olsa bo'ladi shu aksudan. Muddatli to'lov ham beraydilar, bitta pasportda boshlang'ich to'lovsiz. Borma shu odam yoq, turishlaring qil. Endi o'ylancha minnat etadi endi. To'g'rimi? Yaxshi, qanday yaxshimisiz? Menga qarag'an, men qo'shan qilgan mebellar sinmadimi? Yo'q, sinmadi, nima deysiz? Endi yaxshisidan qo'shan qilganman-da, shunga sinmaydi o'zi. Hozir to'ydan keyin minnat etibman deganingiz. Minnat etganim yo'q, prosta men sifatli narsa qildim. Sana bitta shundan qo'sh. Sifatli narsa bo'lsa o'zingiz olib keting. Her olib ketaman endi uni ustiga chiqib. Unda gapirmang unda. Umuman gapirmang menga. Men qo'shan qildim. Bilinglar shuni. Bil degani zo'r akamiz. Ey, bacha. Sen Ismatni nevarasimisan? Oting nima? Jammi. Jammi. Menga qara, seni onang bilan dadang to'yda mebelni men qo'shan qilganman. Endi bu odam o'ylanicha aytadi shu mebel qo'shanni. Bor, ana yerga keltirdingiz. Bunday bo'lishini bilan bo'lsam, men yerda yotibman. Menga qara Ismat o'g'lim, men qildimmi o'ylanimcha aytaman. Birrama o'ylasiz, keting berdi. Senga ham bo'q bomi berdi o'yna, bor uyda o'yna. Mon balas, no sonade.